Diqqat, dollar yig'ib qo'yganlarga noxush xabar. O'zbekistonda dollar va rubl kursida jiddiy pastlash bo'ldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 9-iyun kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra rubl kursi 0.05 so'mga pastlab 163.87 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 193.31 so'mga pastlab 13831 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 36.04 so'mga pastlab 12013 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.